Kreatindan maksimal foyda olish uchun uni qachon ichish kerak? Videoni ko'rishdan oldin videoga like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'ying. Biz yanada ko'proq videolar chiqarishga harakat qilamiz. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, kreatinni mashg'ulotdan so'ng qabul qilish uni mashg'ulotdan oldin qabul qilishga qaraganda mushak o'sishini 2 barobar ko'proq oshiradi. Tadqiqotlar kreatin qabul qilish vaqti o'ylangandan ancha muhim rol o'ynashini ko'rsatdi. Bodybuilding bilan shug'ullanuvchilar 5 gram kreatinni mashg'ulotdan keyin qabul qilganlarida mashg'ulotdan oldin qabul qilganlarga qaraganda 2 barobar ko'proq quruq mushak massasini to'plagan, ya'ni 4 haftada 2 kilogramga nisbatan 900 gram. Bundan tashqari mashg'ulotdan keyin kreatin ichgan guruhda kuch ko'rsatkichlarining ham ozgina oshgani kuzatilgan. Yana bir muhim fakt. Kutilmagan natijalardan biri shundaki, kreatinni mashg'ulotdan so'ng ichganlar uni oldin ichganlarga qaraganda 1 kilogramdan ortiq yog' yo'qotgan. Garchi ikkala guruhning ovqatlanishi va mashg'ulot rejimi bir xil bo'lsa ham, yog' kamayishi tadqiqotning asosiy maqsadi bo'lmasa-da, bu natija kreatin qabul qilish vaqti nafaqat mushak o'sishiga, balki tanani qayta shakllanishiga ham ta'sir qilishi mumkinligini ko'rsatadi. Xulosa: agar siz allaqachon kreatin qabul qilayotgan bo'lsangiz, uni mashg'ulotdan keyin ichishga o'tkazing. Bu hech qanday qo'shimcha doza yoki yangi preparatlarsiz foydani ko'paytirishning eng oson yo'li.